Assalomu alaykum, hurmatlilar. Bizaga Toshkent viloyatidan Oliy opamiz keldilar. Odamni xursand qilib, chunki birinchi kursga kelganlarida ozgina og'riqlar bilan keluvdilar. Hozir 3 oy oradan rovni o'tdi. Ikkinchi kursga keldilar. Og'riqsiz. Og'riq yo'q. Oliy opa oldingi birinchi kursdan oldingi holat, keyin kurs olgandan keyin qanaqa bir qiyinchiliklar bo'ldi, nimalarni bezovta qildimi eski o'sha trenishning orollar. Trigeminalniy uchoqli nerv nevralgiyasi bilan keluvdilar. Hozir ikkinchi kursga keldilar mana. Odam xursand bo'lib ketdi. Umuman og'riqsiz. Tabletka ham ichmayman dedingiz-a? Yo'q, ichmadim. O'zlaridan bir eshitdik. Oldingi og'riqlar necha yil bo'ldi boshlanganiga? Boshlanganiga 4 yildan oshiq bo'ldi. Men bilaklarni olib yurdim unaqada Muzaffarda. Shundan keyin oktyabr oyida borgan bo'lsam, 1 oyga yetmasdan yana og'riq qo'zg'algan bo'ldi. Keyin qo'zg'algan bo'lib, men Instagramda sizni anaqangizni ko'rib qoldim, videolaringizda. Shu yerga keldik. Unaqa bilan u og'riq bor edi. Mana chap yuzimda uvushlar bor edi, karaxtliklar bor edi. Mavlichidan keyin men karaxtliklar yo'q bo'ldi. Ma'lum miqdorda qoldi. Hozir men ikkinchi kursga keldim. Unaqa og'rig'i yo'q. Og'riqsiz keldim. Tabletka ichmayapsiz? Tabletka ham ichmayapman. Qachon to'xtatish tabletkani? Tabletkani shu kursga kelganimda to'xtatganman. Shu o'zida to'xtatdim. Ha, uje ichib ketdingiz. Keyin undan keyin ichmadim. Hozir yaxshiman. Og'risiz keldim. Muolajadan keyin men yengilman. O'zimda yaxshi his qildim. Og'riqlar yo'q bunaqa. Allohim shifo bersa yana bu ushlarim ketadi xudo xohlasa. Sizlarga men ham rahmat. Rahmat, sizga ham rahmat. Omadinglarni bersin, ishlar rivojini bersin. Charchamaylar el xizmatida. Rahmat kene, rahmat. Alloh shifo bersin. Bular dori ichmay ketdimman, betiga ketgandan keyin deganlariga xursand bo'ldim. Chunki bular ablatsiya olganlar, ya'ni o'sha to'p bilan mushaklarni o'ldirish muolajasini olganlar. Sal qiyinroq bo'ladi bu o'ldirilgan mushaklarni tiklash. Yo'q, alhamdulillah. Xursand bo'ldim. Ko'pchilik masalan birinchi kursga kelib 3-kuni, 4-kuni og'riqlar qolib yaxshi bo'ladi. Bir xilgilar kurs tugagandan keyin uyga borib 10 kun o'tar, 15 kun o'tar, chunki 21 kun period o'tkazib bor. O'sha davrda og'riqlar yo'qoladi. Bitta amaki juda zapushniy bo'lgan, juda bir kuchli bo'lgan og'riqlari, yoshlari ham 80 dan oshgan. Ular uyga borganlaridan keyin salkam 1 oylardan keyin yo'qoldi og'riqlar. Sizniki yaxshi, bir necha marta bezovta qildi borganingiz? Pistol bo'ldimi? Bir marta pistol bo'ldi. Shu borganimizdan keyin 3-kunida og'riq paydo bo'lib qoldi. Keyin sizga telefon qilgandan keyin bu og'riq paydo bo'ladi deb. Shundan keyin 4-kuniga keyin bosilib unaqa bo'lib qoldi. Yaxshi, do'stlar. Hozir yaxshiman. Xursandman. Uchoqli nevralgiya tuzalsa, men ishonsangiz agar bemordan ham ko'proq xursand bo'laman. Rahmat Oliy opa. Ikkinchi kursingizni qilamiz hozir. Bular og'riqsiz keldilar. Ikkinchi kursga og'riqsiz keladigan bemorlar juda kam. Xursand qildingiz, rahmat. Ikkinchi kursda effekt yana ham yaxshiroq bo'ladi. Ozgina sal uvushlar bor ekan, lekin og'riq yo'q dedingiz. Yo'q, og'riqlar yo'q. Inshaalloh bu kursingizni ham tugatib olsa, undan ham Xudo xolasa qutulasiz. Xudo xolasa. Rahmat. Rozi bo'ling. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling.